Kallang o'zingnikimi? Sen yana soqolingni olmadingmi? Maqada maktab tugatyapti-yu. Azizsan, bayramga pul bermaganingga yarasha. Hech bo'lmasa bitiruvga oq ko'ylak bilan qora shim kiyib kelgin, bomishga o'xshab yurmasdan. Ne ustozga xarakteringni ko'rsatasan? Bunaqa. Men yomonman. Adam tashlab ketgan. Oyim bozorda siprovchi bo'lib ishlaydi. Nima qilay? Sanlarni bitiruvga pul beraymi yoki oq ko'ylak bilan qora shim olaymi? Meni pulim yo'q. Bitiruvlaringga ham bormayman. Bolla. Bitta reja bor. Ay! Aniq yo'q deydilar. Adam точно urishadilar. Bunga aytsammikan? Mani aytganimni qillar. Sinfdoshlarimiz bilan birga boramiz. 50 ming so'mga ertalabdan kechgacha xohlagan attraksionda xohlagancha uchsagan bo'lar ekan. Keyin yana ko'rishamizmi yo'qmi? Bunaqa imkoniyat hamma parkda ham yo'q-da. Rahmat, sizni yaxshi ko'raman, oyi. O'xshadi. Azizchi. Unga oxirida aytarmiz. Shu mazgincha kattami? Peredelka qoramiz? Qora. Ma. Pijak ham bor. Gastug ham bor. Ma. Ha? Yur. O'lib qoldilaringmi? O'zimga o'xshagan krasavchik qilib qo'yaman o'rtosani. Qochdir. Qarang. Voy! Gel, kamina. Va Azizning hotlanch kallasi tayyor. O'zing navro'zda kelishgan bo'lasan-da, Aziz. Sen esa eng chiroyli qizsan. Qo'yi! O'zi ikkala o'ynam Shrek bilan Fiona bo'yapsanlar. Ketdi. Men bag'ringdan uchib ketarman yangi hayotga oq yo'l bilaysan. Parkka ketdingmi? Pulimizni ishlatib bo'ldik-ku. Ashxobodga kirishdik-ku, hech bo'lmasa konsert ko'rib kelamiz. Keyin oxirida sallaga aytadigan gapim ham bor. Ey, boya nima demoqchi eding? Meni qornim ochib ketdi. Unda o'quvchilikdan talabalikka xush kelibsanlar. Maktabni ham bitiramiz. Eslaringda tursin. Hayotlaring davomida hech kim bilan 11 yil birga o'qimaysanlar va sinfdoshlar o'rnini hech kim bosolmaydi. Eshitishim bo'yicha, sinfdoshlar borib oqibatsiz bo'lib ketishar ekan. Salladan iltimos. Biz oqibatli bo'laylik. Men sinfdoshlar Telegram kanalidan chiqib ketgan odam. Yoqilmishtaqa. Bo'pti, hammamiz talabalikka xush kelibmiz. Yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib turing. O'zbekiston bo'ylab yetkazib mutaxabbir. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sizga men jannatni ilindim. بسم الله